Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ez qardaşlar, anlayatqanlar Muhammed ibn Sulayman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'il Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 9-cu tomu. Hazır oquyduğumuz başqa gün tushganda o'qiladigan duo, istixora, yaxshilik tilash duosi, yod elish qobiliyatini oshiradigan duo, tomoq yeganda, bir narsa ichganda, kiyim kiyganda va boshqa ishlarni qilganda o'qiladigan duolarga aloqador sahih hadislar. İmam Buxariyning 6346 numaralı hadisida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam beshiga kun tushganda bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh ulug'dir, nihoyat kuyimchandir. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Buyuk arishning egasidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Osmonlarning, zaminning va ulug' arishning parvardigoridir deb duo qiladi. Tirmizining 3435 numaralı hadisida İbn Abbas radhiyallohu anhumaning yana bir rivoyatidami payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuqoridagiga o'xshash duo qilganligi naql qilingan. Tirmizining Hasan rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga biror ish qiyin kelsa, "Ey hamish tirik turg'uchi, butun maxluqotlarni idora qiluvchi Alloh, sening rahmatingga ilinib yordam tilayman" deydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Umaysning qizi Asma radhiyallohu anha mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga sana biror qiyinchilikqa yo'liqqanda o'qiydigan bir duo o'tib qo'yay. Agar shundaq ahvolga yo'liqsang, Alloh birdir, Alloh mening parvardigorimdir, men uningga hech narsani shirik qilmayman degan dedi. Abu Davudning sanadi Hasan rivoyatida Abdurrahman ibn Abu Bakr mundaq deydi. Men atamdan: "Ey ata, men sening har kuni, ey Alloh, tinimni salomat qilgin, ey Alloh, qulqimni salomat qilgin, ey Alloh, ko'zimni salomat qilgin" deb duo qilganligini anglayman. Sen bu duoni har etganda 3 qatim, kech 3 qatim o'qiysan. Buning siri nima deb so'ragan edim. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mushundoq duo qilganligini anglagan edim. Shunga men uning sunnatiga amal qilishni yaxshi ko'raman deb javob berdi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tomoq yeganda yoki bir narsa ichganda yegizgan, ichkizgan, uni singishlik qilgan va uningga chiqish yo'li bergan, ya'ni uning chiqish yo'li qilgan Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin deb duo qiladi. İmam Buxariyning 5458 numaralı hadisida Abu Umama radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dasturxondan tursa, sonsizlagan pok va muborak hamd sanolar Allohga xosdir. Uning ne'matidan behojat bo'lg'ili bo'lmaydi. U ne'matga bo'lgan tilaklarimiz to'xtab qolmaydi. Biz uningga hamisha muhtojmiz. Alloh bizning parvardigorimizdir deb duo qiladi. Tirmizining Hasan rivoyatida Sahl ibn Muaz ibn Anas otasidan rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki tamoq yeb bo'lib, bu tamoqni menga yegizgan va uni mening kuch-quvvatimsiz rizq qilib bergan Allohga hamd sanolar bo'lsin desa, uning ilgari o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Abu Davudning Hasan rivoyatida ular qo'shib rivoyat qilingan. Kimki yangi kiyim kiyganda bu kiyimni menga kiygizgan va uni mening kuch-quvvatimsiz rizq qilib bergan Allohga hamd sanolar bo'lsin desa, uning ilgari va keyin o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinadi. İmam Malikning 1740 numaralı hadisida Hisham ibn Urva otasidan rivoyat qilib mundaq deydi. Atamga qandaqliki tamoq yoki ichadigan narsa keltirilsa, hatto dori bo'lsa-mu, uni yeb yoki ichib bo'lgandan keyin bizni hidoyatga erishtirgan, bizga yegizgan, ichkizgan va ne'mat bergan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Alloh hammadan buyukdir. Ey Alloh, sening ne'mating bizni butun yomonlikdan saqlab qoldi. Shu ne'mat bilan tong atqizdik va nurg'un yaxshilik bilan kech qildik. Sendan shu ne'matingning davomini va bizning shu ne'mat uchun sana shukr qilishimizni tilaymiz.
Sen ato qilgan yaxshilikdan boshqa hech yaxshilik yo'q. Sendan boshqa hech bir iloh barhaq yo'q. Sen yaxshi kishilarning va butun ahli jahonning parvardigorisan. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh xohlagan narsani vujudga kel. Alloh xohlagan narsa vujudga keladi. Barliq kuch-quvvat Allohga mansubdir. Ey Alloh, bizga rizq qilib bergan narsalarni barakatli qilgin va bizni do'zaxdan saqlagin deb duo qiladi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundoq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu uchimiz Maymuna radhiyallohu anhaning uyiga kirdik. U bizga bir qosh sut elib keldi. Sutdan oldi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ichdi. Men uning o'ng tarafida, Xolid ibn Valid so'l tarafida edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga sut ichish navbati sening, ammo xohlasang Xolid oldida ichib olsin degan edi. Men sening og'zing tekkan sutni boshqalarga hargiz o'tinib bermayman dedim. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh kimga tomoq yegizsa, u ey Alloh, tomoqimizni barakatli qilgin va uningdan yaxshi tomoq bergin deb duo qilsin. Alloh kimga sut ichgizsa, u ey Alloh, sutimizni barakatli qilgin, yana uningdan ko'p sut bergin deb duo qilsin dedi. U yana sutdan boshqa narsa yemaklik va ichimlikning o'rnini ololmaydi dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhuning uyiga borgan edi. U dasturxonga non va yog' olib keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan yedi. Ondan uyinglarda ro'za tutganlar iftor qildi, tomqinlarni yaxshi kishilar yedi, farishtalar sizlarga rahmat tilab duo qildi dedi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yangi ko'ylak kiysa yoki salli yogisa, uning ismini tilga oladi va ey Alloh, sana cheksiz hamdu sanolar bo'lsinki, bu kiyimni sana bu kiyimni menga sen kiygizding. Sendan uning yaxshiligini va uni yaxshi ishlarga ishlatilishini tilayman. Sana sig'inib uning yomonligidan va uni yomon ishlarga ishlatishdan panoh tilayman deb duo qiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.